Adajon, hali ko'p yashaysan demasiz. Oy, qizim. Kuyovim shu yo'qdami? Ha, sho'rtaman, adajon. Vasiyat. Hozir. Qizim. Adajon, sho'rtaman. Kuyov. Ada sho'rtamanman. Vasiyat. Adajon, nima deyapsiz? Ey, baqirma, qani odam gapiraman deyapti. Ey, gapir. Kuyov, mening yurgan ko'miltim bor-ku. Menga nima qilardingiz ada? Yo'q, o'sha aslida doston degan do'stimmiki. O'shanga qaytarib olib beringlar. Xo'p, olib ber. Qarz bo'lib ketmang. Yo, bo'ldi, o'z bosi. Vasiyat. Ey, baqirma, qani odam gapiraman deyapti, gapiramayapti. Ey, baqirishingni qara, gapiring. Voy, yashab turgan uyim bor-ku. Mangam shu, mangam. Mana shu uyga kreditga olganman. 10 yillik qarzi bor, kredit to'lab qo'ying-ku. Jon ada, tashab ketmang, iltimos, bunaqa problemalar bilan jon. Vasiyat. Adajon, iltimos, nima demang? Ey, baqirma, qani nima vasiyat deganda baqiryapsiz, ha? O'zingiz nimaga vasiyat deganda to'xtatyapsiz meni? Odam gapiramayapti. Eshitaman. Kuyov, podvolga tushasiz. Hoshima. Shoshmang, u yoqda sandiq bor, sandiq. Opa. Tog'da ichida plastik kartam bor. O'sha plastik kartamda normalniy summa. Bo'ladi. Shoshmang. SQB bankini SQB ilovasini sketchat qilib olasiz. O'sha plastik kartamdagi pulga onlayn oltin xarid qilasiz. Tushundingizmi? Bugun xarid qilasiz, keyin ma'lum bir vaqtdan keyin oltin tushib chiqishiga qarab sotasiz yoki sotib olasiz. Tushundingizmi? Oltin hech qachon tushmaydi, ko'tariladi. Shunaqa qilib boyib ketasiz-ku. SQB ilovasi esingizdan chiqmasin. Men endi bir padorim olmasam. Adajon. Baqirma, ey. Endi nima qilamiz Mo'min aka? Endi ilovani sketchat qilamiz.